Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Yana yangi modelda ukologimiz ham tayyor bo'ldi. Buni razmerlari kecha kalta tarafi 2,5, uzun tarafi 3,5. 100 to'rov burchaklarga tushaveradi, xudo bemalol. Shu holatda mana sidinalari 70 cm bo'ladi. Endi buni funksiyalarini ko'rsatib o'tamiz. Yog'ochlari 100% sasna yog'och bo'ladi. Paralonlari 22/30. Mana qo'llari, spinkalari kengayadi. Ishlashlari juda yengil. Shu holatda kengaygan holatda razmeri 90 bo'ladi sidinani eniga. Mana burchagimiz, mana barlarimiz ham bor. Xudo xolasa mana mexanizmlar ishlashlari juda yengil, xudo xolasa. Ishlarimizni e'tibor berib qo'yamiz. Mana oyoqlari ham haligi chinordan bo'lgan. Sasna yoki yong'oq emas, chinordan qilingan. Mana oldilarida ham yog'ochlari aylantirilgan. Mana donali noshkadan emas. Shularga ham e'tibor berib qo'yamiz. Mana ishlashlari juda yengil. Kimga shunday sifatli mebellar kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqamiz. Bu mana kreslosi. Kreslolari ham mana juda go'zal tushgan o'ziga.